أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah subhanahu wa ta'ala Sure Meryem'de Yahya aleyhisselam hakkında şunu deydi. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Tug'ilgan kunda, o'lgan kunda, tirik tirilib turg'izilgan kunda, hashr qilingan kunda uningga salom bo'lsin dedi. Salom bo'ldi, xotirjamlik bo'ldi. Yahya aleyhisselam hakkında şunu deydi. Bazı ulamalar degan ki, Sufyan ibn Uyayna uning ichidagi birisi, bandaninki eng yolg'izlik his qiladigan, eng tashvishlik his qiladigan 3 o'rin bor dedi banda. 3 o'rinda shundoq yolg'izlik, tashvish his qildi dedi. Birinchisi nima? Tug'ilgan kunda dedi. Tug'ilgan kunda. Chunki u ilgari tug'ilishdan burun onining rahimi, baliyatqusining ichida xo'shal, rahat shuning ichida yashab yuradi dedi. Butun dunyoning mashg'ulotlaridan, dunyoninki qiyinchiliklaridan hammasidan yiroq holatda. Albatta u dunyoga, ya'ni tar bir yerdan, onning baliyatqusining tar bir yerdan kangri bir dunyoga chiqadi. Cho'ng bir kangri bir dunyoga chiqadi. Lekin dunyoga kunib bo'g'icha u chiqib yig'laydi shuning uchun. Dunyoga chiqiblam, dunyoga kelib yig'laydi. Bu bir deydi. Sufyan ibn Uyayna eng yolg'izlik his qiladigan, eng bir xil tashvish his qiladigan o'rinning 3 o'rinning birisi tug'ilgan kunisi deydi. Yana birisi nima degan vaqtida? Yawma yamut, o'lgan kunisi deydi. O'lgan kunisi. Chunki butkul narsani ayrildi o'lgan kunisi. Dunyoda yiqqan hamma narsadan yaxshi ko'radigan ayoli, farzandi, uyi, balki uning hayot dunyoda hech kimga ko'rsatmagan uydagi bolalarga ham tutqazmaydigan shunday qimmatli narsalar bo'lishi mumkin. Eng tatminan, eng cho'nqur deb quluplab yuradigan. Shu narsadan hamma eng yaxshi ko'rgan narsadan, mashinasidan, butun narsadan ayrilgan. O'lgan kunisi. Va oxiratda tirilgan kunisi. Oxiratda Alloh subhanahu va taolaning dargohida tirilib qopgan kunisi 3-o'rin. Shuning uchun Aisha radhiyallohu anha onamiz deydi-ki: "Ya Rasululloh, ayarifu ba'duna ba'dan yawmal qiyamah." Bir-birimizni shu qiyomat kuni bir-birimizni tunimdik, biz bilalamdik deb deganda ekan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deganki, "Na'am ya ummul mu'minin." Shunday deb javob berdi. İlla fi salasati mavatin. Qiyomat kuni ham shunday qiyin o'rinlar bor. 3 o'rindan boshqa vaqtda bir-birimizni tunalaymiz, bilalaymiz degan payg'ambarimiz. U nima bo'lsa? Inda sirat va inda al-hashr va idha as-suhuf nushirat. 3 o'rin. Sirat ko'vrigidan o'tadigan o'rin. Bu vaqtda hech kimni tunimaydi dedi. Hech kimni tunimaydi. Bu vaqtdagi tashvish, bu vaqtdagi qiyinchilikni o'ylagan hech kimni tunimaydi dedi. Yana birisi nima desa? Hashr qilingan vaqtida, mahshar maydoniga haydilib mangan vaqtida hech kimni tunimaydi. Shuni ba'zi hadislarda kelikli yalang'och holat mangamiz ya, bu qanday bo'ldi deb so'ralgan vaqtida ish uningdan buyuk, ish uningdan katta Aisha deb payg'ambar alayhisalom Aisha anov degan. Bu avratlarimiz ochiq bunday yalang'och. Hech kimning u yerga qaraydigan cho'lisi yo'q, hammasi o'zining dardida, ish uningdan katta. U kundik ish uningdan katta deb shuni payg'ambar alayhisalom degan. Hashr qilgan vaqtda. Hashr qilingan vaqtda. Uchinchisi nima? Daftar, nomi amal daftarlarimiz ichilgan vaqt. Hammasi tashvish. Bu vaqtda hech kimni tunimaydigan payg'ambar. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Shu vaqtida ana dunyoda farzandini cho'ng qilgan shu ana o'zining o'g'liga ko'zini o'g'liga qaraydi dedi. O'g'li qaraydi. Deydi-ki, "Ey bolam,
men sana o'zimning qo'rsiqini sana qoch qilmadimmi? O'zimning qo'rsiqini qoch qilmadimmi? Va o'zimning shu ko'ksimni, o'zimning ko'ksimni sana buloq qilmadimmi deb shuna dedi. O'zining qilganlarini oldi bilan aslatdi bolasiga. Sana ko'ksimni sana ichadigan, to'xtamay ichadigan buloq qilmadimmi? Quchqumni sen yotadigan shundoq yaxshi ko'pi issiq, sen orom oladigan ko'p qilmadimmi? Hal min hasanatin yaudu alayya khayruha. Shu qilgan ishlarim tüpeyli bana onun yaxşılığı yatadigan, bana onun aşının şu qilgan ishlarimga yarasha, bana bir yaxşılık bana qaytamdı. Bir yaxşılığın barmı bana degandeken deydi ki bala. Ah ya umma, innani ashku mimma anti minhu tashki. Ana, siz bugün siz his qilayotgan, siz shikoyat qilayotgan şu yaxşılıktan ibaret bir yaxşılık olsun şunun men ihtiyaclık bo'lganman. Siz ihtiyaclık bo'lgan shu narsaga bugün menme ihtiyaclık. Menme şunun shikoyatdimi? Men berolmayman. Bir yaxşılıkımni berolmayman deydigan gap shu vaqtda. Bana anasiga shunday deydigan gap. Berolmayman, qudratim yetmaydi menga. Menme shunga ihtiyaclık deydigan gap. O'ylab boqaylik qadrli qilmaslar. Yahya alayhissalam Allohning qudrati bilan وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Hammadan salomat qilingan. Alloh xotirjamlikka erishtirgan uni. Ya Rabbi ulug' Parvardigorim, sendan tuvanchilik bilan tilaymizki, bizni eng shu salomatlik, xotirjamlikka erishgan, dunyo oxiratda baxt saodatga erishgan mu'min bandalardan qilg'aysan ya Rabbi. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي